Yo, nima sizlar videoda reklamada umuman boshqa narx aytasizlar, salonga kelsa otasizlar. Bo'ldi, Qanani qibrayli bola reklama qo'ygan. Boring, Bo'ldi, hozir chaqirib beramiz, qibrayli bolani. Jo'lon, yuring, Feruza Normatovga keluvdilar, siz chaqiryaptilar vahma qilib. Mashimida o'sha videodagi Assalomu alaykum Feruza. Sizmisiz qibrayli bola nima yolg'on reklamalar qo'yyapsiz? Men sizni reklamangizdan ko'rib keldim hozir. Feruza, to'xtang, siz asabiylashmang, opajon, chuqur nafas oling. Men kofidan bitta ichingsiz. Voy, shuni vaqtliroq bermaysizmi? Endi gapiringcha oylik to'lov 3,5 million, 3,5 million deb rasa videolar qo'yib yotuvdingiz. Qani o'sha 3,5 million oylik to'lovli mashinangiz? Voy, opajonim, mana mashinani men qibrayli bola sizga 3,5 million so'mdan chiqazib beraman deganman. Seriozmi? Opajonim, bir kunda 1 soatda olib chiqib beraman 3,5 million so'm oylik to'lovga. Qarang, kojinli, multifunksional, kruz kontroli bo'ladi. Mashinamizda vashi kompaktni, shahar ichida mazza qilib haydab yurasiz. Yana yetmaganiga yuki ham bor, opajonim. Men bo'yimni ko'ryapsizmi? Bemalol o'tirma, opajonim, boshimni tep qo'ymayapti. Sidinalaringiz polni koja bo'ladi, akustikasi bo'z akustika bo'ladi. Rullaringiz kojinli bo'ladi, multifunksional kruz kontrollar bo'ladi. Men shunaqa ko'p yamaga tushaman, shunaqa shoshilib yuraman syomkalarga. 50 marta balon alishtirmaymanmi? Yo'q, opajon, bu umuman yama sezmaydigan balon, o'zini baloni. Keyin buni sotib olganingizdan keyin almashtirishi shart emas, o'zi yumshoq. Feruza opa, 1,5 atmosferniy motor bo'ladi, benzin tanlamaydi. Rasoti ham kam, 6,5 litr benzin rasot qiladi. Ya'ni eng asosiysi 80 da ham yuradi. Voy, 80 da yuradim. Vaqtliroq aytmaysizmi? Bo'ldi. Bitta haydab ko'raylik, yana ham bilib olamiz. Bo'ldi, ketdik. Start stopda zavod bo'ladi. 3 ta pozitsiya bo'ladi. Bu haydab ketayotganingiz bu ikkinchi pozitsiya. 3-chi pozitsiya bilan ikkinchi pozitsiyaning farqi lyuki bo'lmaydi bunda. Besprovодный zaryadkangiz bo'lmaydi. 6 ta rejimda harakatlanmaydi. Lekin benzin rasot hammasi opajon bir xil. Bunda ham 6,5 litr ko'ros, bunda ham 6,5 litr benzin rasot. Shahardan tashqariga Feruza 4,5 litr benzin rasot qiladi. Tasavvur qilasizmi? 4,5 litr. Voy, Feruza opa, qalay? Mashina yoqdimi? Zo'r, voy. Rasoti ham kam ko'rdingizmi? Yurishlari ham yumshoq. Super, narxiga, lekin вообще super mashina. Nima bo'tga keldi hozir? Opajon, qarang, siz shaharda turasiz, Qibray sizga uzoqlik qiladi, boshqa hamyurtlarimizga ham uzoqlik qilyapti. O'shani hisobga olgan holda biz Chimgan Eko bozori yoniga o'zimizdan kichkina filialimizni qurganmiz. Yuring birgalikda ko'ramiz. Demak, bo'tga kelib olib ketsa bo'ladi. Sizdan bo'ladi. Opajon, agar mashina yoqqan bo'lsa, hozir shartnoma ham qilamiz. Ramizaga o'zim opam bo'ladilar Feruza opam. 3,5 million so'mdan to'g'rilik bitta hisoblab bering. Opam shomay ekanlar. 14-15-16 may kunlari kelib Kia avtomobilini xarid qilinglar va bonuslarga ega bo'linglar.